balki o sepkillarim borligi uchun sovchi yubormayotgandir. Sepkillarim yoqmaydimi senga? Xo'p, o'rtoqlar. Afsuski, o'sha paytlari Nodira Yakubovani maskalari bo'lmaganda, demak, sepkilli qizlar, sovchilaringiz yana ham ko'payib ketsin. Albatta, sepkil bu juda ham chiroyli deb hisoblayman, lekin ko'pchilik sepkilli ayollar juda ham sepkilini oqartirgisi keladi. Demak, sizlar uchun sepkil oqartirish uchun bugun maska beraman. Yaqinroq kelamiz. Demak, buning uchun bizga nima kerak? Sepkil endi o'zi bilasizlar, bu genetik holat, gendan o'tadi. Uni butkul yo'q qilib bo'lmaydi. Bu narsani tushunishinglarni istab qolaman. Faqat sepkilni ochartirish mumkin. Anchagina ochartirish mumkin. Buni zo'r yo'li bor. Bu sinalgan yo'l va bu narsani biz qilib ko'rganmiz, sinaganmiz va juda ham ko'p o'ziflar olganmiz. Demak, sizlarda bor narsalardan. Kstati, bu va menimcha mani maskalarim tarixida bu eng arzon maska desam ham bo'ladi. Qo'lingizda spirulina bor. 90% ayolda spirulina olib oldinglar. Rajinka, ya'ni kefir bor uyingizda yoki magazindan shunday olib olasizlar. Juda ham arzon narsa. Demak, idishga bir osh qoshiqda rajinka yoki kefir solamiz. Uni ustiga 2 ta spirulinani maydalab solamiz, aralashtiramiz. Bo'ldi. Maska uchun yetarli. Lekin yuzinglarni oldindan tayyorlaysizlar. Qanaqa tayyorlaymiz? Askarbinka ampula aptekadan olasizlar. Bitta ampulani ochib, paxtaga to'kib, o'sha vatni disk bilan yuzinglarni artib tozalab olasizlar. Toza bo'lgan yuzga haligi maskani surib qo'yasizlar. 15 daqiqaga. Ishoninglar, yuvib tashagandan keyin haligi visnushkalar momentalna o'sha vaqtda o'zida ocharganini sezasizlar. Demak, visnushkalar ochardi, hamma go'zal, chiroyli. Ra'no Shodiyevani esa bitta ko'rish kerak, lekin haqiqatda visnushkasi bo'lganmikin yoki kino uchun aytilganmikin? Nima bo'lgan taqdirda ham visnushkali qizlarga jo'natib qo'yamiz va sepkilli qizlarning ham sovchilari ko'payib ketsin. Sog' salomat bo'linglar, foydalanib, maza qilib, bitta rahmat so'zini yozib qo'ysanglar, biz xursandmiz.